Boshladik. Demak, 17-chi testimiz. Birinchi savol. Bir sanoq sistemasida berilgan soni boshqa sanoq sistemasidagi ko'rinishini aniqlang. Ya'ni bizda 70.417 soni berilgan. 8lik sanoq sistemasida shuni 16lik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. 8lik va 16lik sanoq sistemasi uchun ko'prik vazifasini 2lik sanoq sistemasi bajarib beradi. Xo'p, 2lik sanoq sistemasida 7, demak 8lik va 2likka o'tish orasida bizga triada jadvali kerak va 7miz 111. Birdaniga yozib ketaversam ham bo'ladi. Demak, bu yerda 111 bo'ladi. 7miz 0 raqamimiz, demak 3 ta 0 ko'rinishda yoziladi. 4miz 100, 1imiz demak 001 va 7miz 111 ko'rinishda. Endi 2likda o'tgan sonimizni 16likka o'tkazish uchun 4 tadan qilib guruhlarga ajratishimiz kerak. Va bu yerda f ushbu 0 bu yerda 1 hosil bo'ladi o'zi. Javobimiz tayyor bo'lganda, demak, to'g'ri javob C varianti. Moslikni o'rnating. Loyiha mavzusiga mos maqsadni ifodalovchi tasvir. Xo'p, buni javobi loyiha mavzusiga mos bo'ladigan bo'lsa, tasvir bizda SMM mutaxassisi plugin logotip template bot. Demak, logotip bo'ladi bu bir. Internet tarmog'ida deyapti, ijtimoiy media marketingni yurituvchi shaxs, mutaxassis, demak 2 ga to'g'ri keladi. Foydalanuvchi xabarlariga zudlik bilan avtomatik javob beradigan ilova, bu bot. Dasturiy ta'minot uchun qo'shimcha ilova, bu template shablon plugin bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bu yerda B bo'ladi. Bunda B, bunda 4 bo'ladi. Qolgan javoblarning ichidan 1C, o'zi 1C bo'lgan, o'zi bitta shu javob bor ekan, A javob to'g'ri. Robot S katakchadan J9 katakchada eng qisqa yo'l bilan borishda yo'lda necha marta 90 gradus chapga buriladi? Faqatgina chapga burilishlari sonini aniqlashligimiz kerak ekan. Bizda maqsadimiz J9 ga kelish, ya'ni mana bu katakka yetib kelishligi kerak. Endi S dan oldinga yurgan vaqtimizda S3 katakchaga keladi va S3 katakchadan burilishimiz kerak. Harakatlarimiz bizda robotga nisbatan olinadi. Ya'ni aytaylik hozir bu tomonimiz bizda o'ngga burildi bo'ladi. Agar shu yo'l bilan boramiz desak yoki agar S4 tomonga burilmoqchi bo'lsak, bu chapga bo'ladi. Chapga bo'ldi. Va yana oldinga yuramiz. Oldinga yurganimizdan keyin chapga burilgan vaqtimizda yuqoriga qarab qolamiz. Endi o'ngga burilamiz. Bu o'ngga burilish bo'ldi. Va yana oldinga harakatlanamiz. Shundan so'ng yana agar chapga burilmoqchi bo'lsak, mana bu yoqda chap bo'ladi bizda. Chapga burildi. Oldinga, bu yana o'ngga burilishi. Endi javobda bizda necha marta chapga burilish haqida so'ralgan. 2 marta o'ngga, 2 marta chapga burildi va javob bizda 2 degan javob belgilashligimiz kerak. To'g'ri javob B varianti. Agarda bu tomonda, demak, birinchi chiqqan yo'limizdan keyin o'ngga qarab burilsak, o'ngga qarab burildik. Oldinga yurdik. Yurganimizdan keyin endi mana bu yerda bitta chapga burilamiz. Chap. Yana oldinga yurdik. Xo'p, shu yerda ikkinchi marta chapga burilamiz. Chapga. Yoki oxirigacha, demak, oldinga yuramiz.
Bitta o'yinga burilsak yana qaysi yo'l bilan borsak ham bizada 2 marta chapga burilish bo'lib qoldi. Mana bu yerdagi X borligi uchun bu yo'ldan yura olmadim. O'zi asli eng qisqa yo'l deganda ko'ki bilan yurishim kerak edi. Qizili sal uzunroq bo'ldi. Bu yo'l bilan borganimizda ham baribir 2 marta chap chiqar edi. Savol bormi bu bo'yicha? Demak, savol bo'lmasa davom etaveramiz. Klaviaturadan ma'lumotlarni o'qish uchun Pythonda qaysi funksiya ishlatiladi? Demak, ma'lumotlarni o'qib olishligimiz uchun klaviaturadan kiritilayotgan ma'lumotlarni input orqali biz o'qib olishimiz mumkin. To'g'ri javob B variantda. Bir korxonada 200 ta mahsulot uchun ID kod berilishi kerak. Demak, 200 ta mahsuloti bor ekan, 200 ta uchun demak ID berilishi kerak. Har bir mahsulotning ID kodi ikkilik sanoq tizimida faqat 0 va 1 lardan iborat bo'ladi. Har bir mahsulot IDsi yagona bo'lishi kerak. Kodlarni saqlash uchun minimal necha bit kerak? Bu narsa bizada n formulaga to'g'ri keladi. 2 ning i'nchisi, 2 ning i-1-si. Xo'sh. i'ni topishligimiz kerak. N sonimiz, demak, sanoqlar sonimiz 2000 ta. 2 ning qaysi darajasidan? 2 ning 10-si 1024, 2 ning 11-si 2048 bo'ladimi shunda? 2 ning 10-sidan katta. Javob 11 bit yetarli bo'ladi 2000 tani saqlashligimiz uchun. Keyingi savolimiz. Ushbu blokda deyapti, ag o'zgaruvchining qiymati sifatida birinchi holatda 7, ikkinchi holatda 18 soni kiritildi. Blokda bajarilgandan so'ng ekranga chiqadigan natijalar qanday ko'rinishga ega bo'ladi? So'z assalomu alaykum. Birinchi. Mendan internet bo'lmay qoldi. So'z. Assalomu alaykum. Savolingizni tushunmadim. Nima dedingiz? Mendan internet bo'lmay qoldi. 5-savolga javob mendan ishlamay qoldi. 5-savol Yana o'z kelmay qoldi. javobi qaysi bo'ldi? Tushunib yuboramiz so'z. 5-javob 5-savol javobi qaysi bo'ldi deyman so'z. Mendan internet yaxshi emasda. D variant. 11 bit. Bilmadim. Ovoz yaxshi kelmayapti menga. Ikkingisini ko'raverayotgani yozsangiz ko'ramiz. Xo'p. Demak, birinchi holatda 7 soni kiritilibdi. Mana bu yerda javob sifatida 7 kiritilgan va yosh o'zgaruvchisiga qiymati 7 berildi. Va shu bo'yicha shartni tekshirishimiz kerak. Bu yerda shart qismimizda nima berilgan? Yoshimiz katta 7 dan va yoshimiz kichik 18 dan. Birinchi holatda 7 katta 7 dan bu yolg'on.
Yo'q. 7 kichik 17dan bu rost. Bu ikkalasi mantiqiy ko'paytirgan vaqtimizda yolg'on natija chiqadi. Va yolg'on natija chiqqan vaqtda bizda siz student emassiz degan natija chiqarib berar ekan 7 yoshda. Endi keyingi qiymatimiz yoshimiz teng bo'lsin 18 ga. Yosh 18 ga teng bo'lgan vaqtda 18 katta 7 dan. Bu rost. 18 kichik 18 dan. Bu yolg'on. Mantiqiy ko'paytirgan vaqtimizda javobimiz yana yolg'on bo'ladi. Shunda yana siz student emassiz degan natija chiqar ekan. Javoblar orasida ikkalasi ham student, ikkalasi ham mana bejavob. Ikkala holatda ham siz student emassiz degan natija chiqarib beradi. Menimcha bu savollar oddiy edi. Keyingisiga o'tsam bo'lsa kerak. Savollaringiz bo'lmasa agar. Ekran ko'rinyaptimi ustozlar? Bu US student deganda qoldi. Ya, shu joyda turibdi, o'sha ekran ko'rinayotgan bo'lsa bo'ldi. Ko'rinyapti ustoz. Xo'p. Algoritm bajarilgandan so'ng B o'zgaruvchining yakuniy qiymatini aniqlang. Xo'p, algoritm berilgan ekan, algoritm bo'yicha bajarishligimiz kerak. Xo'p. A ning qiymati 0. B ning qiymati 24. Xo'p, shartimizda B katta A dan deyapti. Birinchi holatda, demak 24 katta 0 dan. Bu qaysi tomonga o'tadi? A ga o'tadi. Demak, A tomonga o'tadi. Shunda A da yana bitta shart tekshirish blokimiz bor. Bu yerda A dan B ni ayirganimiz moduli 6 dan kichik bo'lishi kerak. Xo'p. 0 dan ayiramiz 24 ni, kichik 6 dan. Ayirmamiz -24, moduldan 24 chiqadi, 24 kichik 6 dan. Bu shartimizda bizda demak qaysiga o'tadi? 24 6 dan kichik emas, yo'q degan tomonga o'tar ekan. Bu yerda o'tamiz. Shunda A ning qiymati teng bo'lsin deyapti. A ni 5 ga bo'lgandagi qismi. A ni 5 ga bo'lgandagi qiymatiga. A ning qiymati 0 edi. 0 ni 5 ga bo'lsam, yana 0 ligicha qoladi. B ning qiymati teng bo'lsin deyapti. B -1 ga, ya'ni B ning qiymati 24 edi, 23 ga aylanadi. Va shundan so'ng yana qaytib yuqoriga ko'tariladi harakat yo'nalishi bo'yicha. Birinchi takrorlanishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qiymatimiz endi A ning qiymati 0, B ning qiymati 23 bo'lgan holat uchun bajarishligimiz kerak. Ketdik, demak. 23 kattami 0 dan? 23 katta 0 dan. Demak, yana A tomonga o'tadi. Yana pastga tushib bu chiziqlarni o'chirib turamiz. Yangisi boshlanganligi uchun. Mana A ga o'tdi. Va u yerda moduli A-B ning moduli 6 dan kichikmi deb so'rayapti. Ya'ni 23 dan 0 ni ayirganimizda modulimiz 23. 23 kichikmi 6 dan? Demak, 23 kichik emas, ya'ni yo'q degan tomonga o'tar ekan. Bu yerda A ni A ga bo'lganimizdagi qoldig'imiz bo'linmamizni olyapti. A ni deyapti A bo'lingan 5. Yana 0 ga teng. B ning qiymati B-1. Endi 22 bo'ladi. Shu jarayon qachongacha davom etadi? B ning qiymati 22 bo'ldi. Yana xuddi shu tartibda yanada 21, 20, 19 va hokazo kamayib ketaveradi. Xo'p. B ning qiymati aytaylik 7 bo'lsin. A ning qiymati 0 bo'lguncha davom etaveradi.
Va shu holat uchun yana bajaramiz. B ning qiymati demak katta A'dan, 7 ning qiymati kattadan oldin. Bu H. H bo'lgandan keyin shartni tekshirishimiz kerak. 7 ayrilgan 0 modul ichida kichik 6 dan. 7 kichik emas 6 dan, demak yo'q degan tomonga yana tushadi. Shundan so'ng A ning qiymati 0, B ning qiymati esa 6 ga o'zgaradi. Keyingi takrorlanishimizda 6 kattadan oldin. Ha. Bu yerda endi modullikka o'tdi. Modullikka o'tgan vaqtda 6 dan moduldan chiqqan vaqt 6 kichik 6 dan degan narsa hosil bo'ladi. Bu nima bizada? Hami yo'qmi? Demak, bu ham yo'q, ha? Shundan so'ng A ning qiymati 0, B ning qiymati B ning qiymati bizada necha bo'ldi? 5 bo'ladi. 5 bo'ldi. Yuqoriga ko'tarilgan vaqtda endi oxirgisiga yetib keldik adashmasam. 5 kattadan oldin. Ha. 5 kichik 6 dan. Ya'ni ayirmamiz, modul ishda ayirmamiz 5 kichik 6 dan. Bu ham H tomonga o'tadi. Endi bu yoqda yurishimiz kerak ekan. A tomonda endi qiymatlarni boshqacha hisoblash vazifasi berilgan. A ning qiymati teng bo'lsin, B dan 4 ta ayirganimizga, ya'ni B ning qiymati bizda 5 edi, 5 ayrilgan 4. 1 bo'lsin. B ning qiymati teng bo'lsin, A dan 4 ni ayirganimiz. Ya'ni A ning qiymati 1 edi, 1 dan 4 ni ayirsak -3 bo'ladi. -3 bo'lib bajarib bo'lindi va qaytib yuqoriga ko'tariladi. Yuqoriga ko'tarilganda B kattadan va A dan degan shart bajariladi. -3 katta 1 dan. -3 katta 1 dan. Bu demak yo'q degan tomonga o'tib ketarkan. Yo'qda bizani tamom degan blokimiz kutib turibdi. Shundan so'ng javobni olayotgan vaqtimizda bizda qaysini topishimiz kerak? B o'zgaruvchisining yakuniy qiymatini topishligimiz kerak ekan. B ning yakuniy qiymati -3 chiqadi. Buni o'zingiz bajarayotgan vaqtlaringizda tezroq mana bu jarayonni tezlashtirib o'tib ketsalar bo'ladi. Har safar bittadan kamayotganligini endi bu yerda uzroq qilib yozdim. Buni sizga rozi bo'lasizlar. Savol bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. Sakkizinchi savol. Excelda A1 da 8, A2 da 9 va hokazo qiymatlar berilgan ekan. D1 katakni D2 ga nusxalansa, D1 va D2 kataklarda hosil bo'ladigan sonlar yig'indisini toping. Xo'p. Javoblarni tashlang ustoz. Xo'p. Botdan agar yuborgan bo'lsangiz, javoblarni hammasiga yubordi. Hammaga bajarganlarga javoblar yuborilgan. Va mayli yakuniy natijalarni yana tashlab qo'yaman, kalitlarni. O'zlaringiz tekshirib olishlaringiz uchun. Xo'p, 8-chi savolda. Demak, A1 da. Excelda kartirash chizib olaylik. A1 bor ekan, 2 bor ekan. A1 da 8, A2 da -9, B1 da -10, B2 da 4. C1 da matematika. Hop, D2 da universitet. D1 dagi formulamiz. Hop, D1 da teng ekan ABC sonning moduli $A1 qo'shilgan B1 DLSTR satr uzunligi S1. S1 dagi satrning uzunligi.
D1dagi formulani D2ga birdaniga nusxalab yozamiz. Formulalarda o'zgarish bo'lmaydi, faqatgina yacheyka manzillarida o'zgarish bo'lishi mumkin. D1dagi formula D2ga o'zgargan vaqtda harflar o'zgarmadi, faqatgina sonlarimiz o'zgardi. 1 edi, 2 ga o'zgardi. Formula turgan joyimiz. Shunda qiymatlardagi agar murojaat qilingan yacheykalarimizda sonini oldida hech qanaqa dollar belgisi bo'lmasa, bular ham mos ravishda 2 ga o'zgaradi. Ya'ni bittadan oshadi. ABC birinchi qiymatimizda dollar ani oldida turibdi. Harfi o'zgarmaydi. Agar D1 dan Y1 ga nusxalanganda ham A1 gacha qolardi, lekin bizda hozir dollar A2 ko'rinishiga keladi. Plus B2 plus STR S2 ko'rinishiga kelar ekan. Va ularning qiymatini hisoblashligimiz kerak. D1 ning qiymatini hisoblaymiz. A1 va B1 ning yig'indisini moduli, ya'ni 8 va minus 10 ning yig'indisini moduli ekan. Minus 10 ning moduli bu 2 chiqadi. Hop, B1 da turgan so'zning uzunligi nechta belgidan iboratligi. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ekan. Demak, qo'shilgan 10. Moduldan 2 chiqdi, qo'shsam 10 ni D1 ning qiymati 12 ekan. Xo'p, keyingisi D2 ni hisoblaymiz. Modul ichida A2 ning qiymati -9. Bunga qo'shishim kerak B2 ni 4 ni. Va C2 da turgan qiymatning uzunligi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ekan buni qiymati. Qo'shilgan 11. -9 ga 4 ni qo'shsam -5, moduldan chiqargan vaqtim 5. 5 qo'shilgan 11. Javobimiz 16 bo'ladi. Endi D1 savolda aytayapti, D1 va D2 kataklarda hosil bo'lgan sonlarning yig'indisini toping. D1 va D2 da 12 va 16 sonlar hosil bo'ldi, ularning yig'indisi 28 ga teng. To'g'ri javob C varianti. Ketdikmi? Sizda mikrofonni yoqishga dostуп bor, amalingizga bemalol xuddi savol so'ragan vaqtim javob bersalar yaxshiroq bo'lardi. Xuddi o'zimga o'zim gapirganday bo'laman, video rolik yozayotganday. Bir jonli darsligini bir his qilaylik. Xo'p, ustoz. Xo'p, men ketdim keyingisiga. Paint dasturida rasm joylashtirildi. Bir nechta amal bajarilgandan so'ng Paint rasm B ko'rinishiga keldi. Xo'p, qanaqa ko'rinishga kelibdi? Bir 180 gradusga aylantirilsa. Bizda 180 gradusga aylantirish olarmikan? Bir 180 gradusga aylantirgan vaqtim bayroqcham aylanib keladi-yu, bu tomonga qarab qoladi bayroqchamiz. A javob emas. Vertikal bo'yicha akslantirish. Vertikal bo'yicha akslantirish xuddi shu ko'rinishda, demak, bayroqchamiz pastga tushib qoladi, lekin bayroqcha mana bu yerda bayroqchasini chizib ketaman. Bayroqcha pastga tushgan vaqtda faqat o'zini holati bo'yicha pastga tushadi. Avtomashina bo'lganda, misol, oyog'ini osmondan qilib qo'yadi, fili vertikal. Xo'p, endi gorizontal yo'nalish bo'yicha akslantirish. To'g'ri javob gorizontal bo'yicha akslantirish bu yerda.
xuddi shu ko'rinishga kelib qoladi. Bu narsani amaliy kompyuterdan ko'rsatib bergan ma'qulroq. Bu yerda men planshetda yuraman, uni sinab ko'rsatishim sal qiyinroq bo'lar ekan. To'g'ri javob C variantda. Ovoz chastotasi demak quyidagilar berilgan yozilgan audio ma'lumotlardan qaysi biri sifatli? Ovoz chastotalaridan demak qaysi biri yuqoriroq qiymatga ega bo'lsa, o'sha sifatliroq bo'ladi. Va 32.000 nisbatan sifatsizroq. Bu ikkalasiga nisbatan. Endi sifatsiz deganda o'ta sifatli yoki o'ta sifatsiz emas. Shu uchala kelsa chastotalarga qarab biza 48.000 degan javobni olsak bo'ladi. Kamol Mansurjon degan sahifani qidirib topish uchun qidiruv manziliga qanday so'rov berish kerak? Aynan Kamol Mansurjon degan so'z bor saytlarni topish uchun ularni qo'sh tirnoqqa olib yozishligimiz kerak. To'g'ri javob B variantda. Minus bilan qo'yganimiz demak Kamolov so'zi bor, lekin Mansurjon so'zi uchramaganlarni chiqarib beradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. D variantda Kamolovning oldiga minus qo'yilgan, demak Kamolov so'zi ishtirok etmaydigan, Mansurjon so'zi bor sahifalarni chiqarib beradi. Minus ayirish, o'sha sahifasi, o'sha matni borlarni chiqarib tashladigan ma'noda eslab qolsangiz bo'ladi. Qo'shuv bo'lsa ham ikkovi chiqadi, ustoz. Qo'shuv bo'lsa ham chiqadi. Faqat qo'sh tirnoqday farq qiladi u ikkalasi. Qo'shish bilan qo'sh tirnoqniki farq qiladi. Qo'sh tirnoqda yozganingizda mana misol labay siz javobni nima qiladi dedingiz? Qaytarib yuboring, iltimos. Kamolov so'zi bor, lekin Mansurjon so'zi yo'qlarini chiqarib beradi. Minus qo'yilgani o'sha so'z borini chiqarib tashlaydi. Ha, rahmat ustoz. Misol bu yerda mana Navoiy, Qiziltepa 9-maktab yozilgan bo'lsin. Endi mana bu yerda men qo'sh tirnoqqa olib yozadigan bo'lsam, xuddi shu tartibda yozilgan sahifalarni topib beradi. Aynan Navoiydan keyin Qiziltepadan keyin 9-maktab deb yozilgan tartibida bo'lsagina chiqarib beradi. Agar qo'sh tirnoq qo'ymasdan biz orasiga plus qo'yib yozadigan bo'lsak, bu holatda tarkibida Navoiy, Qiziltepa, 9-maktab qaysi tartibda kelishidan qat'iy nazar, aytaylik, Navoiy viloyati, Qiziltepa tumani deb yozilganlarni ham chiqarib beradi. Tartibi muhim bo'ladigan bo'lsa, joylashuv o'rinlarigacha, demak, qo'sh tirnoq bilan ishlatish ma'qulroq. O'n ikkinchi savol. Kompyuter grafikasida demak ranglar RGB modeldan foydalanib yozib berilgan ekan va har birining qiymati berilgan. Bu rangning hex kodini qandayligini topishimiz kerak. Hex kodi har bir RGBda berilgan qiymatlar 16likdagi ifodasiga teng. Ya'ni 200 ni x16likka o'tkazishimiz kerak. 265 ni va 204 ni. Har birini 16likka o'tkazsak, demak 200 ni 16 ga bo'lishadi. Xo'p, 200 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsa, nechi qoldi qolar ekan menda? Kalkulyator topilmaydi. 200 ni 16 ga bo'lsam 12 ekan. Bu yoqda 8 qoldi qolar ekan.
12 ni biz C ko'rinishida yozib olamiz. Demak, buni yozgan vaqtimiz S8 ekan boshlanishi. S8 bilan boshlanadigan ikkita qiymatimiz bor. B yoki D variantlar bo'ladi va 41-42. Ikkinchi sonni tekshirsak yetarli ekan. Demak, 65 ni 16 ga bo'lsak bu 4. 64 bo'ladi va 1. 16likdagi ifodasi 41. Hop, 41lik javob B variantda bor. Demak, C8 41 C bo'lar ekan x kodi. 204 ni demak 16 ga bo'lgan vaqtimizda bu yerda 12 qoldi ham 12 qolar ekan. Bular C degan. N o'zgaruvchisining qanday eng kichik qiymatida? Demak, eng kichik qiymatida deyapti. Python tilida yozilgan dasturning bajarilish davomida chop etiladigan A belgilar soni eng ko'p bo'ladi. Hop. Bu dastur ajoyib. Bu dastur ajoyib. Nima qilamiz? Birinchi n soni kiritildi. N soni qandaydir son kiritildi va uni 100 ga bo'lgandagi butun qismi olyapti. Javoblarga qaraymiz. Demak, javoblari 3300. Javoblarni qo'yib tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Javoblar bitta usuli. Yoki bo'lmasa dasturni o'zini to'liq tahlil qilib turib, keyin bajarsak ham bo'ladi bu narsani. Qulayrog'i dasturga o'sha javoblarni qo'yib tekshirib ko'rish qulayroq bo'lyapti mana. Tahlil qilib, bir boshdan har bir holatni hisoblab 1800 dan 1899 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlar degan narsani keltirib chiqarguncha javoblarni qo'yib berganimiz ma'qulroq. Xo'p, birinchi javobimiz 3300 ekan. N barobar 3300 bo'lsin. Bu holatda n sonining yangi qiymati 3300 ni 100 ga bo'lgandagi butun qism, ya'ni 33 ga teng bo'ladi. Birinchi shartimiz tekshiriladi. Agar 33 katta 6 dan 33 katta 6 dan bu bizda rost qiymat qabul qiladi. Rost qiymat qabul qilgan vaqtda if mana qaraylik, if bilan eng pastdagi else bir qatorda turibdi. Va birinchi shartimiz rost bo'lgan vaqtda rost bo'ladigan tanasi mana bu aks holdagacha, demak, oxirgi else bajarilmaydi. Oxirgi else bajarilmaydi. Endi buni urib qo'yamiz ustidan. Endi mana tanasini bajaramiz. Tanasida print a, demak bitta a chiqdi. Print a bajarildi. Plus qo'yamiz. Undan so'ng yana bitta agar shart bor, agarni bajaramiz. Agar 33 ni 5 ga bo'lganimdagi qoldiqqa 1 ni qo'shsam deyapti. 33 ni 5 ga bo'lgandagi qoldig'im 3. 3 ga 1 ni qo'shsam aynan 4 ga tengmi? Ha, 4 ga teng. Bu ham rost. Xo'p, rost bo'lsa, endi if bilan bir qatorda turgan mana elif, else, demak aks holda elif hamda else bajarilmaydi. Chunki u elif birinchi tekshirgan 5 ga bunday qoldiqqa bir qo'shilgan shartlik ifning davomi. Faqatgina mana shu qism qoldi bizda bajarishimiz kerak bo'ladigan. Bu yerda nechta ani chiqarish vazifasi berilibdi. Ani 3 ga ko'paytir, 3 ta ani chiqar va yana bitta. Demak, 4 ta yana chiqar ekan. 3 ta a minus bitta. Men yonma-yon turardi. 3 kara a degani uchun alohida qilib yozib qo'ydim. Bu ham chiqdi. Keyingisi. Agar
33 ni 3 ga bo'lganimizdagi qoldiq. 33 ni 3 ga bo'lganimizdagi qoldiq bizada 0 ga teng. Bu ham rost. Rost. Xo'p, shunda print bajariladi, aks holda bajarilmaydi. A ni 3 ga ko'paytir. Ya'ni 2 ta A dan 3 tadan ketma-ket qilib yozadigan bo'lsak, 6 ta chiqadi. Shunda 1 bu yoqda 4 ta edi, 5, 11 ta bo'ldi. Birinchi holatimizda 11 ta ekan. Keyingi holatni iloji boricha tezroq aytib ketaveraman. Xuddi shu tartibda bajariladi. N'imizning qiymati endi 800 ekan. Bitta savol beray Shera. Hop, Mana bu if bajarilsa, elif bilan else bajarilmaydi dedingiz. Tepadagi if bajarilsa. Ikkinchi if. hop. Ha, if bajarilmasa, else bajariladi. Elif qachon bajariladi? Elif mana bu shart bajarilmasa, yolg'on bo'lsa, birinchi elifni bajaradi. Agar bundan bajarilmasa, keyin aks holda o'tadi. Ustoz, shu yerda takrorlanishlar ichma-ich bo'lgan-ku, shularni bir tushuntirib yuboring. Qaysi biri birinchi, qaysi biri ikkinchi? Hozir men 800 bilan yana qaytib bajaraman, o'shanda e'tibor berib turing. Xo'p. Xo'p. N songa 800 ni kiritdik va n sonining yangi qiymati 800 ni 100 ga bo'lgandagi qoldig'i butun qismi. Demak 8 ga teng. N sonimiz 8 ga teng. Endi har bir ifni iloji boricha o'zini oldiga yozyapman. Mana if n o'rniga 8, 8 katta 6 danmi? 8 ha 6 dan katta, bu rost. Rost qiymat qabul qilsa, ifni qayerdan boshlayotib tugashini bilishimiz kerak. Ifni o'zini tuzilishi qanaqa? If elif maksimal holatda shu ko'rinishda bo'lishi mumkin. If elif yoki if else ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki ifni o'zi bo'lishi mumkin. Qisqa sharti. Bu demak if o'sha shart tekshirish boshlanganligini bildiradi. Va bir qatorda turgan eliflar yoki else gacha bajarishi kerak. Birinchi shartimiz bajarildimi, qolgan ikkitasi bajarilmay ketaveradi. Shartda bajariladi. Endi birinchi shartimiz if 8 katta 6 dan rost qiymat qabul qilganligi uchun ifni davomini qaraymiz. Mana bu if bilan bir qatorda turgan birorta bormi? Else yoki elifga o'xshagan narsalar. Faqatgina else bor mana. Bu degani birinchi ifimiz bajarilsa, else bajarilmaydi. Bo'ldi. Else bajarilmadimi? Mana bu qism bajarildi. Rost bo'lgan holatdagi qism bajariladi. Shunda bitta A chiqadi. Mana bu yerda print A turibdi, yana bitta A chiqdi. Keyingi agarni tekshiramiz. Agar 8 edi. 8 ni 5 ga bo'lgandagi qoldig'imga 1 ni qo'shsam. 8 ni 5 ga bo'lgandagi qoldig'im 3 mi? 3 ni 3 ga 1 ni qo'shgan vaqtim 4 ga aynan teng. Demak bu rost. Rost bo'lsa, ifni davomini topishga harakat qilamiz. Mana bu ifni qizil bilan bo'yaganimni sheriklari elif hamda else. Demak, elif bilan else ga tegishli bo'lgan kodlar bajarilmay qoladi. Agar shular qatoridan yangi if bo'lganda edi, uni bajaramiz. Yangi if kelib qolsa, buni bajaramiz. Bizada rost bo'lgan holat uchun faqat mana shu qizil bilan bo'yagan soham qoldi. Bu yerda nimalar bor?
print bajariladi. A ko'paytirilgan 3 qo'shilgan A. Yuqorida buni bajargandik. 4 ta yana chiqadi demak. 1, 2, 3, 4. 4 ta. Keyingi shartimiz. Agar n sonimiz bizda 8 edi. 8 ni 3 ga bo'lgandagi qoldig'im aynan 0 ga tengmi? 8 ni 3 ga bo'lgandagi qoldig'im bizda nima? 3 ga teng, 0 ga teng emas. Shuning uchun yolg'on. Yolg'on bo'lsa, endi aks holda degan shartda berilgan qiymatni bajarishimiz kerak buyruqni. Bu yerda print a ko'paytirilgan 5. 5 tani chiqar degan. 1, 2, 3, 4, 5. Shunda jami bizda 10 ta a bo'lar ekan. 800 kiritgan vaqtimiz 10 ta bo'ladi. Bajarish tartibi bo'yicha so'ragan ustozimiz javob oldingizmi savolingizga? Yana aytayim boshqa qaytib. Keyingi qiymatimiz n barobar 1800. N sonimiz 100 ga bo'lgandagi butun qismimiz 18 ga teng. Shunda agar 18 katta 6 dan 18 katta 6 dan bu yana rost. Rost bo'lsa bajariladigan qism mana yashil bilan bo'yab qo'ydim. Bitta chiqadi. Bitta o'zi chiqadi. Birinchi ayimiz. Shundan so'ng yangi shart tekshirish boshlandi. Agar eng qiymati 18 edi. 18 ni 5 ga bo'lgandagi qoldig'im 3 bo'ladi. 3 ga 1 ni qo'shgandagi qiymatimiz 4 ga teng. Bu ham rost. Rost. Rost bo'lsa, demak mana shu qism bajarilar ekan. Print a ko'paytirilgan 3 plus yana bitta a. Ya'ni 4 ta chiqadi degani. Keyingi shart tekshiramiz. Agar 18 ni 3 ga bo'lganimizdagi qoldiq aynan 0 ga tengmi? 18 ni 3 ga bo'lgandagi qoldig'imiz aynan 0 ga teng. Bu ham rost. Rost bo'lsa, bizda print a ni 3 ga ko'paytirgandagi qiymat chiqadi. a ni 3 ga ko'paytirish degani 6 ta chiqadi degani. Ham shunda bizda 5, 5 ga 6, 11 ta bo'ldi. 11 ta. Va oxirgi qiymatimiz 1118 qoldi. bir yuz o'n sakkiz. 1118 ni 100 ga bo'lgandagi butun qismimiz 11. Endi shartlarni tekshiramiz. Agar 11 katta 6 dan 11 katta 6 dan bu rost. Va u yerda bitta print a degan buyrug'imiz bajariladi. Bitta qiymat chiqdi. Keyingi shartimiz tekshiramiz. Agar 11 ni 5 ga bo'lganimizdagi qoldiq 11 ni 5 ga bo'lganimizda qoldiq 1. Unga 1 ni qo'shganimizda qiymatimiz 4 ga teng emas. Bu yolg'on. Endi yolg'on bo'lsa, mana bu if ni davomini bajarishimiz kerak. Mana elif. Aks holda yana agar degan ma'noni beradi. Bu yerda nima bor? Elif n sonimiz 11. 11 ni 2 ga bo'lgandagi qoldig'imiz aynan 0 ga tengmi deyapti. Bu ham yolg'on. Bu holatda demak bu ham bajarilmadi. Aks holdaga o'tamiz. Aks holdada to'g'ridan to'g'ri yangi if berilgan ekan. Demak bu yerda agar debdi. 11 dan 7 ni ayirganimiz kichik 11 danmi? 11 dan 7 ni ayirgan vaqtimiz kichik bo'ladi 11 dan.
va print A bajariladi. Bu yerda print A ni 5 ga ko'paytirish. 5 tani chiqar. 3, 4, 5. 5 ta chiqadi. Endi if ni rost bo'lgan holatida, demak, print A ko'paytirilgan 5 bajarilgan bo'lsa, if bilan bitta qatorda turgan print 3 ta A ham bajariladi. Bu hech qanday shartsiz, hech qanday gap so'zsiz bajariladi. Chunki joylashuv strukturasi bir xilda turibdi. Bir xil qiymatga ega. Shunda bizda 5 ta 9 ta chiqdi. Endi A belgilarining soni eng ko'p bo'ladigan n o'zgaruvchining eng kichik qiymati. Javoblar ichida 11 tadan qiymat chiqqan, demak A javob va C javobda 11 tadan A javob chiqargan. Sizda eng kichigi so'ralgan, to'g'ri javob C variantda bo'ladi. Python dastur natijasini aniqlang. For i. Demak, s o'zgaruvchisining qiymati 0 ga teng. I ning qiymati qanday oralig'da o'zgaradi? I ning qiymati 1 dan toki 6 gacha. 1, 2, 3, 4, 5 qiymatlarni qabul qilar ekan. Bularning har biri uchun forning takrorlanish tanasini ichida turibdi. Keyingi forimiz. Har birida j ning qiymati ham 1 dan toki 5 gacha o'zgarar ekan. Shunda s ning qiymatini deyapti, qo'shsin, s ga qo'shsin. I ning qiymatini j ga bo'lgandagi butun qismiga. I ning qiymatini j ga bo'lgandagi butun qismiga. Har bir takrorlanish uchun bajaramiz buni qiymatlarini. I ning qiymati 1 bo'lsin. I ning qiymati 1 bo'lgan vaqtda j ning qiymati 1, 2, 3, 4, 5 ni qabul qiladi. Bu degani s o'zgaruvchisiga qo'shadi 1 ni 1 ga bo'lgandagi butun qismni. S ga qo'shadi 1 ni 2 ga bo'lgandagi butun qism. S ni qo'shadi 1 ni 3 ga bo'lgandagi butun qismni. 1 bo'lingan 4. S qo'shilgan 1 bo'lib 5. 1 ni 1 ga bo'lgandagi butun qismimiz 1. 1 ni 2 ga bo'lgandagi butun qismimiz 0. Ya da plus qilib qo'yaylik. Va bu yoq 0. Xulosa qiladigan bo'lsak, I ning qiymati 1, J ning qiymati 1 dan 5 gacha takrorlangan vaqtda S ning qiymati faqatgina bittaga oshar ekan. Endi I ning qiymati 2 bo'ladigan holat uchun qaraymiz. J ning qiymati mos ravishda yana 1, 2, 3, 4, 5 ni qabul qiladi. Har biri uchun 2 ni 1 ga bo'lgandagi butun qism, 2 ni 2 ga bo'lgandagi, 2 ni 3 ga bo'lgandagi butun qismlar hammasini yozishligimiz kerak. Endi qonuniyatini topib olgandan keyin osongina chiqib oladi o'zi bu javobi. 2 ni 1 ga bo'lgandagi butun qismimiz 2, 2 ni 2 ga bo'lgandagi 1, qolganlari 0 bo'lib ketadi. Shunda S ning qiymati 3 taga yana ortar ekan, boshda bu birimiz bor edi. 1 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsa, S ning qiymati 4 bo'ldi bizada. I ning qiymati 3 bo'lganda, J ning qiymati yana 1, 2, 3, 4, 5 larni qabul qiladi. Shunda 3 ni 1 ga bo'lgandagi butun qismimiz 3, 3 ni 2 ga bo'lgandagi butun qismimiz 1, 3 ni 3 ga bo'lgandagi butun qismimiz ham 1. Qolganini yozib o'tirmayman, chunki 0 bo'lib ketadi. 4 ta ham, 5 ta ham 0 bo'ladi. 4 edi. S ning qiymati 3 taga oshirsam 7, 8, 9 bo'ldi S ning qiymati.
i'ning qiymati 4 bo'lgan holat uchun j'ning qiymatlari 1 dan toki 5 gacha deb qo'yaylik shuni. Xo'p, 4 ni 1 ga bo'lgandagi butun qismim 4, 4 ni 2 ga bo'lgandagi butun qismim 2, 4 ni 3 ga bo'lgandagi butun qismim 1, 4 ni 4 ga bo'lgandagi butun qismim 1. Endi qiymatlarimiz bizada 10, 11, 13, 17. S ni qiymati 17 bo'lar ekan. 5 ni qiymati qoldi. 5 ni qiymatini qo'ygan vaqtimizda hop, i'ning qiymati 5 bo'lganda j'ning qiymati 1 dan toki 5 ga takrorlanadi. Har birida 5 ni 1 ga bo'lgandagi butun qism bu 5. 5 ni 2 ga bo'lgandagi butun qismimiz 2. 5 ni 3 ga bo'lgandagi butun qismimiz hop 1 mi? 5 ni 4 ga bo'lganda 1, 5 ni 5 ga bo'lganda ham 1. Hop, hisoblaydigan bo'lsak 10, bu bilan 27 bo'lar ekan. S barobar 27. To'g'ri, A variantda. Keyingisiga o'tsak bo'ladimi? Tushunarli ustoz. Tushunarli ustoz. 15-savol. Ushbu blokda n teng 15 bo'lganda s ning qiymatini toping. N qiymati bizada 15 ekan, n teng 15 debdi. Xo'p. I ning qiymati kichik yoki teng 15 dan. I ning qiymati 2 edi. 2 kichik yoki teng 15 dan bo'lsa. Bu demak bizada nimaga o'tadi? Ha tomonga o'tadi. Ha tomonda ikkita buyruq beribdi. S ning qiymatiga qo'sh debdi. I ning qiymatini. S ning qiymati bizada 0 edi. I ning qiymati 2 edi. Shunda S ning qiymati 2 ga o'zgaradi. Mos ravishda I uchun ham qiymat beribdi. I ning qiymatini 2 taga oshir. I plus 2. I ning yangi qiymati 2 qo'shib 2 4 bo'ladi. Bajarilgandan keyin yana shart tekshirish jarayoniga o'tadi. Shart tekshirish jarayonida I ning qiymati n bilan yana taqqoslanadi. I ning yangi qiymati 4 edi. 4 kichik yoki teng 15 dan. Ha, kichik. U holatda S ning qiymati 2 edi. Unga 4 ni qo'shadi. 6 bo'ldi. I ning qiymati yana 2 taga oshirildi. Ya'ni 4 edi, 4 ga 2 ni qo'shsak 6 bo'ldi I ning qiymati. Yuqoriga yana ko'tarilgan vaqtimiz shart tekshiriladi. 6 kichik yoki teng 15 dan. Ha, kichik. S ning qiymatiga 6 ga 6 qo'shiladi. I ning qiymati 6 bo'lganda mana oxirgi qiymatimiz. Bu S ning oldingi qiymati, keyingi 6miz esa I ning qiymati. Qo'shgan vaqtimizda 12. I ning qiymati esa endi 8 bo'ladi. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, dastavval 2 ni qo'shdi, keyin 4 ni qo'shdi, 8 ni, 4 ni, 6 ni, 8 ni qo'shib boryapti. Toki bu jarayon davom etadi, 15 dan kichik bo'ladigan barcha juft sonlarni qo'shishgacha. Ya'ni S ga qo'shadi 2 ni, 4 ni, 6 ni, 8 ni, 10, 12 va 14 ni qo'shadi. qo'shadi. 16 bo'lgan vaqt I ning qiymati yo'q degan tomonga o'tib ketadi va S ning qiymatini chiqaradi. 16 ni qo'shmaydi. Mana shu yig'indan topish so'ralgan bizdan. Shu jarayonlar davom etsangiz, 2 dan to'qqiz 14 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini topishingiz mumkin. Xo'p, 2 ga 14 ni qo'shib, 2 ga bo'lib, demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta.
Ikki bo'ladi bizada. 16ni 2 ga bo'lsam 8, 8 kere 7, 56 ekan. Demak, javob D varianti. Nima? 56 bo'ladi deyatuvdim. Batafsil yozib o'tirmadim ustozlar, bunisiga rozi bo'lasizlar. Chunki mana shu jarayon davom etib ketaveradi. Yuqorida, demak, Photoshop dasturi uskunalari haqida berilgan mulohazalar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang. Sehrli tayoqcha W bilan bosilganda chiqadi, ishga tushadi. Demak, bu yerda V klavishi deyilgan ekan, bu noto'g'ri. L tugmasi ketma-ket bosilganda turli lasso uskunalari navbatma-navbat faol holatga o'tadi. Lasso uskunalari L ni bossak o'zi qaysi bo'lsa faollashadi, Shift L bilan bosgan vaqtimizda birdan ikkinchisiga o'tadi. Lassoni bir nechta turlari bo'lgan bo'lsa, keyingilariga o'tadi. Shift L bilan bosilganda. Demak, bu ham noto'g'ri bo'ladi. Ikkita noto'g'ri degan javobimiz o'zi A yoki D da bor ekan. Uchinchi variantlarga qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ham to'g'ri. Demak, tekshirib o'tirmayman. Xo'p, to'rtinchisi. Adobe Photoshop dasturida to'rtburchak yordamida kvadrat sohani belgilash uchun Alt tugmasini bosishimiz kerak. Qaysi bo'ladi ustozlar? Kvadrat chizish uchun qaysini bosib chizishimiz kerak? Altmi yoki boshqa klavishmi? Shift emas. Shift bo'lishi kerak. Hop, bu yerda Shift. Bu yerda V ni W qilib qo'yamiz. Bu yerda Shift plus L deb yozib qo'yamiz. Qo'shimchasi zo'r. Nima uchun noto'g'ri degan vaqtda kimdir ko'rsa agar. Demak, to'g'ri javob D variantda bo'ladi. Yettinchi savol. Ushbu yo'l javob bajarilgach, ekranga chiqargan natijaning unit maydonidagi qiymatlar yig'indisini toping. Select tanlash from market, demak, market jadvalidan barcha ustunlarni tanla. Qaysi shart asosida? Product name dan, ya'ni product name mana bu ustunimiz like qidirib topish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, foiz yoki yulduzcha ko'rinishda berilishi mumkin. Bu istalgancha belgi, ya'ni so'zimizda P harfi ishtirok etayotgan. P'dan oldin ham, P'dan keyin ham istalgancha belgi bo'lishi mumkin. Bu degani berilayotgan so'z tarkibida P harfi ishtirok etsa bo'ldi. P harfi ishtirok etadiganlar. Bunda yo'q. Xo'p, bunda bor ekan. Bo'lish bo'lasa ekan o'zi. Ovoz yo'qmi deb yozyaptilar. Ovoz yo'qmi nima? Ustozlar? Bos. Xo'p, yoki debdi. Yoki. Xo'p, narximiz 15 mingdan kichik yoki tenglari. Narxi 15 mingdan kichik yoki tenglari qaysilar? Xo'p, 1, 2. Mana. Shu ikkalasi bo'ladi. Endi yoki bo'lgan vaqtda kamida bitta shartimiz bajarilsa, o'sha shartni olib ketaveramiz. Ya'ni bizda birinchi qatorimiz ham, ikkinchi qator, 5-qator va 7-qatorlarni hammasini olishimiz kerak ekan. Endi savolda aytibdiki, unit maydonidagi qiymatlar yig'indisini toping. Unit maydonimizda qaysi sonlarimiz bor? 46 bor, 61, 54, 37 sonlarni qo'shib ko'rishimiz kerak. Kalkulyator bo'lsa, kalkulyatorga ko'ringlar ustozlar. 198 bor. 198. Attestatsiya vaqti ham kalkulyator bo'ladi. Kalkulyatorni bemalol xohlaganlarizcha ochib ishlatishingiz mumkin.
Faqat sichqoncha bilan bosish tavsiya etiladi. Bir yuz to'qson sakkiz. To'rt javob A variantda bo'ladi. Quyidagi kod ishga tushirilgach, ekranda nechta shakl paydo bo'ladi? Demak, bayroqcha bosilganda pen up. Pen up. Up yuqoriga. To'g'rimi? To'g'ri, qalam ko'tariladi. Yuqoriga. Demak, yuqoriga ko'tarilgan vaqtda bu chizmaydi. Qaysidir nuqtaga yetib qo'ydi va hamma natijani tozaladi, qanaqadir harakatlar qildi. Bizda qachonki pen down degan narsa bo'lsa, o'shandan keyin chizishni boshlaydi. Ya'ni bu narsani eslab qolishimiz uchun down pas, up yuqori. Qachonki ruchkamiz qog'ozga tegsa, keyin chizishni boshlaydi. Qog'ozni ko'tarib tursak, ruchkamizni ko'tarib turadigan bo'lsak, chizmaydi u qancha harakat qilsak. Mana hozir planshet bilan aylantirib yursam ham chizmaydi. Qachonki bitta tegizib chizsam, chizish boshlaydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Demak, hozir bu yerda pen downdan keyin repeat qilib harakatlar amalga oshirilyapti. Bu bitta shaklni ifodalaydi. To'rt javob bitta bo'ladi. Bitta javob belgilab qo'yamiz. B javob to'g'ri. To'qqizinchi savol. Matn muharririda, demak, iborasi yozildi. Belgilangan amallardan so'ng jami nechta so'z hosil bo'ladi? Bitta so'z tanlanibdi va Ctrl X bosildi. Ctrl X qirqib oladi va o'zida belgilangan matn Wordda qolmaydi. Aytaylik, matn muharririmizda qolmaydi va bu yerga o'tadi. Bizda birinchi so'zimiz, uchinchi so'zimiz ketdi. Xo'p, keyingisi Python so'zi tanlandi va Ctrl C klavishlari bosildi. Python so'zini belgilab, Ctrl C klavishini bosgan vaqtimizda bu yerdagi mana bu degan so'zimiz ham yo'qolib ketadi va Pythonga o'zgarib qoladi bu yerdagi narsamiz. Lekin Python so'zi bu yerda turadi. End tugmasi bosildi, ya'ni end tugmasi qatorning oxiriga, o'sha programming degan so'zni oxiriga kelib qoladi kursor va har bir bo'sh joy belgisi kiritilgandan so'ng 3 marta debdi Ctrl V klavishlar kombinatsiyasi bosildi. Bitta probel va Ctrl V ni 3 marta bosdi deyapti. Aytaylik, Python prog. Xo'p, kursorimiz keltirib qo'yildi. 3 marta Python bosilgan vaqtda Python ko'rinishiga keladi. Barcha matnlar tanlandi. Mana shu yerdagi hamma matn qaytib tanlanibdi va Ctrl C klavishi bosildi. Ya'ni 5 ta so'z ham bu yerga olindi. Home klavishi qatorni boshiga keltirib qo'yadi. Qatorni boshiga keltirib qo'yganimizdan keyin Ctrl V ni bosganimizda yana xuddi shu narsa paydo bo'ladi. Burada 5 ta edi. Javob 10 ta bo'lib qoladi. Javobimiz 10 ta. Bu amaliy bajariladigan misol, uncha qiyin narsa emas. Python tilida yozilgan dastur natijasini aniqlang. Demak, ro'yxat berilibdi 2 5 5 2 3 8 7. X reverse, ya'ni X to'plamimizni qiymatlarini teskarisiga aylantirib berish. X teskarisiga aylantirsak, X ro'yxatimizni ko'rinishi nima bo'ladi bizda?
Va bu yerda yozamiz x qiymatimiz 7, 8, 3, 2, 5 ko'rinishiga keladi. N len uzunligini aniqlash, belgilar sonini aniqlashimiz kerak. Elementlar soni 5 ga teng. For debdi. For ning qiymati o'zgarsin. Ning qiymati o'zgarsin. 1 dan toki n-1 gacha. 1 dan toki n-1 gacha bo'lsa 4 gacha. Bundan kelib chiqadi ning qiymatlari 1, 2, 3 ni qabul qilishligi mumkin. Har bir takrorlanishda birinchi 1 ni, keyin 2 ni, keyin 3 ni qo'yib tekshiramiz. Ning qiymati 1 bo'lgan holat uchun bajaraylik. Ning qiymati 1 bo'lgan holatda x deyapti. X ga qo'shgin, insert qilgin. Birinchi indeksda, demak, birinchi indeksda 4 qiymatni. Shunda birinchi indeksning joyiga mana 0, 1, 2, 3, 4-indeksli elementlarimiz bo'ladi bizda. Birinchi indeksli elementni joyiga 4 ni keltirib qo'shadi. O'zida mavjud bo'lgan elementlar bitta kengiga siljiydi. Birinchi takrorlanishimizdan keyin 7, 4, 8, 3, 2, 5 ko'rinishiga keladi. Ikkinchi takrorlanishimizda ning qiymati 2 bo'ladi va x insert debdi 2, 4. Endi x'imiz to'plamimiz yangi ko'rinishi mana bu edi. Shu bo'yicha bajarishimiz kerak. Bu yerda 0, 1, ikkinchi indeksida 8 turibdi. 8 yana bitta orqaga siljiydi-yu, uni o'rniga 4 paydo bo'ladi. X demak, x to'plamimiz shunda 7, 4, 4, 8, 3, 2, 5 ko'rinishiga kelar ekan. Oxirgi takrorlanishimizda ning qiymati 3 bo'lgan holatda x ga yana qo'sh deyapti. Insert qil deyapti. 3-indeksga 4 ni. 3-indeksda endi qayerda turibdi? 0, 1, 2, 3 yana 8 turibdi. 8 dan bu yoqda yana bittadan orqaga siljiydi va x to'plamimiz 7, 4, 4, 4, 8, 3, 2, 5 ko'rinishiga keladi. Endi for tugadi, takrorlanishga bajarib bo'lindi. Del o'chirish x ning qaysidir indeksli elementini o'chirishimiz kerak. Xo'sh, bizda aytayaptiki, x ning del debdi, x ning len x. Len x da endi x'imizni eng oxirgi x qiymatini olishimiz kerak. Elementlarimiz soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta elementdan iborat holatga kelibdi. Demak, len x endi 8 bo'ladi bizda. 8 minus 1. Ya'ni x ning 7-indeksli elementini o'chir degan ekan. X ning 7-indeksli elementi qaysi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-indeks. 5 ekan. 5 o'chadi. 5 o'chgandan keyin x ning yangi qiymati x barobar 7, 4, 4, 8, 3, 2 ko'rinishiga kelib qolar ekan. Va x ni deyapti sort qil, ya'ni atrofga qilishimiz kerak o'sish tartibida. Shunda x'imizning qiymati teng bizda. Hop, 2, 3, 4, 4, 4, 7, 8 ko'rinishiga kelar ekan. Bu yerda e'tibor qilmaysizlar, print x teng deb yozilgan narsa bu yerda javobda qo'shmay ketamiz. No, asosiy x'imiz mana shu qiymatga teng. Bu javobda qayerda berilgan? 3 ta 4 bora C javobda berilgan ekan. To'g'ri javob C variantda bo'ladi.
Savollaringiz bo'lsa, aytishlaringiz mumkin ustozlar. Tushunarli ustoz. Rahmat. Hop, 16-savolda debdilar. Uni amaliy bajarib ko'rish kerak ustoz Photoshopga. Tiftelda bajarib ko'rish bo'yicha. Keyingi darsda birinchisini ko'rsataman. Kompyuterdan o'tishga harakat qilaman keyingi darsda. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Videosi tashlanadi gruppaga. Tashlayman. Ishda test Rahmat kattachi. O'n sakkizni qayta tushuntiring. 18 pen up ruchkani yuqoriga ko'tarish, pen down pastga tushirish. Qachonki pen down bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ruchka sahnaga tegib turadigan bo'lsa, keyin chizishni boshlaydi deb hisob qilsak bo'ladi. Bu yerda pen up qilingan, ya'ni yuqoriga ko'tarildi, chizmaydi, qancha harakat qilsa ham chizmaydi. Mana bu eng oxiriga kelib pen down qilingan, ya'ni ruchka sahnaga tushirilgan. Tushirilgandan keyin chizishni boshlaydi. Mana bu shaklni chizadi. Bu katta ehtimol bilan aylana chizadi. Aylanaga o'xshab qoladigan shakl 36 burchak. Bizda nechta shakl paydo bo'ladi deganda, shu uchun faqat shakllar soniga qaradim. Qancha shakl bo'lishiga e'tibor qilganim yo'q. Attestatsiyada qanday yo'l tutish ma'qul? Sizning fikringiz 70%likka. Birinchi navbatda vaqtga e'tibor qilasiz. Keyin savollarni informatikani 35 dan 35 ta bajarib, pedagogikani kelishtirsangiz bo'ladi, moslashtirib. Ustoz ertaga tashlaydigan tezlarni kechirim tashlab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Endi birlab qo'yaman. Nechtaga tayyorlashimga qarayman ustoz. Ustoz, Tezlarni tayyorlasam tashlab qo'yaman mayli. Attestatsiyaga savollarni shu qog'oz variantida bersa, ayrim savollarni qog'ozda chizib yozish osonroq-da. Endi qog'oz variantida berilmaydi endi. Yo'q, ko'p vaqt oladi-da, ayrim misollarda, misol uchun o'sha mana sizlar bajartirib berasiz-da, ayrim ustozdan ko'ryapman. O'sha qog'oz o'sha yerda qanaqadir anaqasini qarab bajarish osonroq. To'g'ri. Shuni qilsak bo'lmaydimi? Hech bo'lmasa chiqartirib bersa. Lekin endi unaqa qilish mana hozir sizga boshqa savollar tushadi, menga boshqa savollar tushadi. Uni butun boshli hammaga chiqarib chiqishiga endi qog'ozbozlik deydilar yana. Shu uchun nima deydi, bizda elektron variantmi, o'shanga moslab harakat qilishimiz kerak. Chizmalar bo'yicha berilgan savollarda aytganingizda yo'lni masalasini topishga haqiqatan qog'oz variantda oson chiqadi. Yana shunaqa misollar bor, javoblarga qog'oz yozishga ko'p vaqt ketadigan. Harakat qilishimiz kerak. Robot harakatlari bor, shularni yo'l harakatlari, ana shular hammasi qog'ozda osonroq-da. Ular ham endi uncha odamga chiqarib bermaydi baribir. Shuning uchun elektronga moslashib harakat qilish kerak, tamom bosish kerak. Assalomu alaykum. Informatika 35 tadan 35 ta chiqdi, bo'ldi. Siz 90%, 70% lik ustamarni sohib bo'ldingiz desangiz bo'ladi. Shuning uchun ko'proq elektronik bo'lsa ham uyda qog'ozda ishlash kerak-da. Telefonni yoki kompyuterda yoki planshetni o'ziga chizmasdan shu savol turaversin telefon ekranida, qog'ozda bajarish kerak. Unda tezlik oshadi. Yo'l formulasini ham, mana aksesdagi narsalarni ham qog'ozda bajarishimiz kerak.
Shuning uchun bitta ustozimiz har bitta savolni qisqaroq variantida chiqarib bering, tashlab bering dedilar, tashlamadim ochig'i o'zim. Har bittasini shunday 18 ta, 20 ta savol, 20 ta listga bo'lsa buni olmaydilar. Ustoz, mutaxassislikdan 35 ta savol yechsa ham maksimum 70 ball beryapti-da. U kamida menimcha pedagogikani ham yaxshigina o'qish kerak bo'ladi 70% olish uchun. Men ochig'i o'zim tajribamdan aytaman. Shu oxirgi attestatsiyada 70% olgan bo'lsam, pedagogikani umuman o'qiganim yo'q. Endi sizlarga o'qimanglar deb tavsiya bermayman. Prosta tak moslashtirib, javoblarni ichidan qidirib, topganda ish qilib o'xshadi. 70% ga ustaman, olib yuramiz masalan. Birinchi kuchni asosiy informatikaga berish kerak ustozlar. Pedagogikani bir o'qib javobini berib ketavering, ko'ringiz qaysi yoqsa. 2-3 marta o'qib bo'ldi, savolda chalkashib ketasiz. Bir marta shunday o'qing, bir martada o'zi qaysidir javob qayerga keladi, bo'shni bosib ketavering. Shuning uchun pedagogika misol uchun 15 ta bo'ladigan bo'lsa, 5 ta kasb, 5 ta 10 ta pedagogika. 15 minut vaqt shunga qoldiring yetadi. 1 minutdan o'qishingiz uchun. U qayta o'qisangiz bekor chalib ketasiz. Ba'zilariga 1 minut yetmay qoladi. Sal ko'proq vaqt bersa, yarim soat bersa ham mayli deng. Tugatolmay qolasiz. Shunday. O'tgan attestatsiyada shaxsan o'zim bir savolni qayta 2 martalab, 3 martalab o'qib pedagogikani berib berdim. Yaxshi chiqmas edi. Kecha juda ko'p vaqtim informatikaga ketib qolib, 15 ta savolga 11 minut vaqtim qoldi. Ana shu 11 minutda 15 ta savoldan 13 ta topibman-da. Ko'p o'ylanmadim. Bitta o'qidim, berilib ketdi. Shunga aytyapman, demak bitta o'qib berilib ketsa ko'p kerak. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Hayotda men shu pedagogikam eng past chiqadigan soha bilmayman nimaga. 2 ta, 3 ta chiqadi. Hech normalni topolmayman shundan, bilmayman. Savollarni qayta o'qiysiz, misol bir o'qiganda belgilaysizmi? Bilmayman, umuman boshini o'qib borsam, oxiri o'zi esimda qolmaydi. Shunaqa ahmoqona chalkash tushunmayman. Unday bo'lsa bilmadim, lekin savolni 2-3 marta o'qish kerak emas ekan. 2-3 marta o'qisam, xato javob berib qo'yayapman. Bir marta o'qiyman, bir martada belgilab ketsam to'g'ri chiqadi. Keyin qaysi ko'rsa o'sha belgilayapman-da. Shu o'qiyman, shu qaysi ko'nglimga yoqsa belgilab ketyapman. Shunda yaxshi 2 marta eshitdim-da. Undan avval 2-3 martalab o'qigan savollarim har xato chiqib qoladi. Lekin ikki attestatsiyadan beri savolni o'ta murakkab bo'lmayapti. Xullas, agar 3-4 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan ustozlar bo'lsa, bemalol javobni topadi. Mana yangilar bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha tajribali ustozlarga shu hayotiy savollar beryapti. Shunday. Topsa bo'ladi. O'qib topsa bo'ladi. Simbol informatiklarda mantiq kuchliroq qolgan fanlarga nisbatan deb bilaman. Chunki mantiqiy masalalarimiz ko'p. Mantiqiy qilib moslashtirib ham topsangiz bo'ladi-da ko'pisini. Informatikaga urg'u beraveraylik. Pedagogikani bekor bo'lgan vaqtlaringizni o'qiverasizlar bemalol. Rahmat ustozlar qatnashganlaringiz uchun. Rahmat. Sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar.